5 kilovatdan 50 kilovatgacha 3 fazali 220 li stabilizator so'ragan mijozlarimiz uchun sizlarga bugun to'liq obzorini qilib, narxlari bilan yoritib beramiz. Hozirroq shu videomizga bittadan like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib qo'yganingiz uchun 200 ming so'mdan pul mukofotlarini sizlar uchun qo'shib beramiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, ko'rib turgan stabilizatorlarni sizlarga to'liq obzorini qilib beramiz. Birinchi o'rinda akalar, eng kichkina 5 kilovat variantimizdan tanishtiramiz. Stabilizatorlarimiz laterli hamda releli variantga bo'linadi. Sizlarga ham farqlari bilan tushuntiramiz akalar. To'ki past ishlab chiqarishi bor akalarim uchun stabilizatorlarimizni tikgan. Birinchi o'rinda 5 kilovatli variantimizdan tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rib turgan stabilizatorlar 5 kilovat variantda bo'ladi. Admotika qismlari mana 100% mis admotika motorlar bilan jihozlangan, sifatlari juda ham zo'r. 6 oy zavodskiy garantiyasi bilan beramiz akalar. Rato brendidan. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat ro'parasida bo'ladi akalar. Bemalol shunaqangi stabilizator oqtarib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yishni bizlar 110 voltdan ko'tarib beradi. 250 dan baland bo'lgan taqdirda ham to'liq 220 tok chiqarib berish uchun mo'ljallangan. Narxlari 145 dollardan tokni necha kiryapti, necha chiqyapti, qanaqa nagruzkada ishlayapti. Hamma yo'g'ini o'zi ko'rsatib turish uchun mo'ljallangan. Bu laterli modeldagi stabilizatorlarni hisoblanadi. Endi akalar xuddi shuni Andele brendidan 10 kilovatli model ham tikilgan, ko'rishingiz mumkin. Necha kiryapti, necha chiqyapti, qanaqa nagruzkada ishlayapti ko'rsatib turadi hamma yo'g'ini o'zi. Mana admotikalari misli, shitlari original qilib ishlangan hamma yo'qlari. Narx-navolarni 2 million 650 ming so'mdan obunachilarimiz chiqib beramiz akalar. Pastki raqamlarga ilovaga chiqib olasizlar. Rato brendidan ham xuddi shu holatda bo'ladi. 110 voltdan ko'tarib 250 dan baland bo'lganda ham tushirib berish uchun mo'ljallangan. Admotikasi misli modeli, narxi 2 million 600 ming so'mdan obunachilarim uchun qilib beramiz akalar. Endi akalar releli variantda so'ragan mijozlarimiz uchun releli variantda ham do'konimizda mavjud. Releli variantlarimizni admotika qismidan ko'rishingiz mumkin. 10 kilovat, 5 kilovat hamda 3 kilovatli varianti bor. 10 kilovatimiz 45 voltdan tokni ko'tarib berish uchun mo'ljallangan. Necha chiqyapti, necha kiryapti, hamma yo'qni ko'rsatib turadi. Narxi 2 million 900 ming so'mdan obunachilarim uchun qilib beramiz. 5 kilovat modelimiz ko'rishingiz mumkin. 95 voltdan ko'tarib beradi. Narxi 145 dollardan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 20 kilovatli modelimiz ham bor. Masalan, hozir 20 kilovatli stabilizatorni laterli hamda releli variantimizni sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsak, pastdagi laterli modelimiz, tepasdagi releli modelimiz. Admotikasi laterlimizda 3 tali bo'ladi, relelimizda 1 tali bo'ladi. Shuning uchun gabaritida hamda kattaligida shunchalik ranjsa qiladi. Bu 20 kilovatli modelimiz 95 voltdan ko'tarib beradi. Stereolog brendidan narxi 3 million 900 ming so'mdan 1 yil garantiyasi bilan qilib beramiz akalar. Endi laterli, kilovat kattaroq, rasxotim ko'proq, osvesheniya ham ko'proq degan mijozlarimiz uchun ko'rishingiz mumkin. 20 hamda 30 kilovatli laterli stabilizatorlarimizdan ham do'konimizga yetib keldi. 20 kilovatli modelimizni ko'rsatamiz. Admotika pog'onalari 3 pog'onali, ko'rishingiz mumkin. 1, 2, 3 pog'onali, o'zida shitlari bor. Necha kiryapti, necha chiqyapti, so'kni hamma o'zi ko'rsatib turadi akalar. Narxini 650 dollardan obunachilarimiz chiqib beramiz. Bemalol kelib do'konimizda xarid qilishingiz mumkin. Admotikasi 100% misli Andele stabilizatorlarga nisbatan kilogrammi ham og'ir bo'ladi. Buni 100 voltligi bor, 80 voltdan ko'tarib beradigan modeli bor. 80limizda 680 dollar chiqadi. 30 kilovatimizda 690 dollardan obunachilarimiz chiqib beramiz. Endi ukam bizga 220 bor, lekin 3 faza to'kin bor. Bizga 3 faza stabilizator kerak degan mijozlarimiz uchun 3 fazali stabilizatorlarimizdan ham bor. 30 kilovatdan 50 kilovatgacha bor. Bundan kattaroq modeldan so'raganlar mijozlarim uchun bundan ham kattaroq modellarni sizlar uchun to'p beramiz. Bu 30 kilovat modelimiz 3 fazali 280 430 ko'rishingiz mumkin. Admotikasi 3 pog'onali, to'klang past bo'ladigan bo'lsa bemalol ko'tarib berish uchun mo'ljallangan. Shitlari original shitdan, sifatlari juda ham zo'r qilib ishlangan. Narxini obunachilar uchun 700 dollardan 1 yil garantiyasi bilan qilib beramiz. Bu rato stabilizatorlarimizni. Endi bundan ham kattaroq model so'ragan mijozlarimiz uchun 40 kilovat hamda 50 kilovatli modelimiz ham bor. 40 kilovatli modelimizni ko'rishingiz mumkin. Admotikalari 6 talik. Har bitta bunaqa kabel sistemalari ham qalin, alohida e'tibor berilgan, sifatli qilib ishlangan. Shitlari bor, ortiqcha nagruzka bo'ladigan usta shavosh ustatiga ega. Admotikalari o'zini o'zi avtomatik sovutadi. 40 kilovatlimizni 1100 dollar, 50 kilovatlimizni 1300 dollar butun O'zbekiston bo'ylab kelishgan oldi dastavka xizmatlar bilan qilib beramiz. Admotikalari misli modeli, shitlari original shitdan, sifatlari juda ham zo'r, 1 yil garantiyasi bor akalar. Bemalol pastki raqamlarga aloqa chiqib olasizlar, to'liqroq ma'lumotlarni beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishgan holatda dastavkalarni qilib beramiz.
pastdagi raqamlarga bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat ro'parasi. Shunaqangi stabilizator axtarib yurgan tanishligingizni jo'natib qo'yishni unutmaysizlar keling.